Yaxshimisiz? Keling. Uydagilar ovqat berib yuborishgandi. Aka, ovqat olib keldingizmi? Rahmat aka. Bizni baxtimizni ko'raman deb shuncha yil musofirlikda ishlab, qiynalib olgan mashinangizni ham sotib yubordingiz. Sen baxtli bo'lsang bo'ldi, Sinem. Rahmat aka. Mayli, men boray, ishlarim bor edi. Kuyov bolaga salom aytgan. Quyosh qayerdan chiqdi? Ha, onam akamdan berib yuboribdilar. Nimaga? Bilmaysanmi o'g'lim? Ayeki kelin tushgan joyga shunaqa yo'qlovlar qilib turadi. Akam olib keldingmi? Ha, akam. Qani o'zlar? Kiring desam kirmadilar. Ular ishlayaptimi? Ha, Oyog'imchi? tutun. Alhamdulillah. Nima? Men nogironga o'xshadimmi? Shunday go'zal qizni tarbiya qilib bizga berdinglar. O'zimiz chiroyli baholamiz.